qizlar, bugun internetda prям populyarniy bo'lgan. Mana bunaqa blesk oldim. Bu Vivian Saboniki. Bu ham Vivian Saboniki karandash. Ikkalasida ham menda savolim bor. Во-первых, buni bugun soat 12 da olganman. Уже qaranglar. Mana buni qaranglar. Nima bu? Mana bu anaqasi, mana bu turadigani chiqib ketdi. Endi hamma yoqqa oqib ketyapti. Bu normalniy surib bo'lmayapti. Nima qilish kerak? 70 mingga oldim. Мне жалко, честно. Keyin qalamini oldim. Qalamni ham rangi zo'r, idealniy, просто vau. No, buni qanaqa tachiz qilish kerak? Kimdir menga shuni tushuntirib bersin. Chunki men sotuvchilardan so'ramadim. Odam ko'p edi, to'g'risini aytsam. Shunda tanlab ketdim. Shundoq ham o'zi ochish mumkin emas edi. Surib ko'rish ham mumkin emas edi. Shuni ochib, tipa menga rangi yoqqani uchun shu ikkalasini bir-biriga tushirib oldim. Endi